Assalomu alaykum. Bizani Xorazm Avtobozor kanalına obunachlar. Sağolun, yurtdoshlar. Bugungi sotuvdagi joyimiz Xudo xohlasa Urganch tumani G'oybuda joylashgan, ferma ko'chada joylashgan 2 etajli kottejimizni birinchi etajida joylashgan birinchi xonadonni sotib chiqdi obunachilar. Xudo xohlasa narx ham zo'r narxda bo'ladi. Sizlar bilan Arnayim Diyorbek Xudoyorov yurtdoshlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Narx ham zo'r narxda bo'ladi. Oxirgacha ko'rsangiz aytib o'tamiz Xudo xohlasa obunachilar. Bu yerni shab kelaman desangiz, bu yonimiz telecenter bo'ladi. Shuni Xiva quruqdan tushib kelaverishlaringizda Ekometaz olib kelgan chap aylanasizlar. 1 kilometr yurib, yana bir chap aylanib bersangiz, ishida 1, 2, 3-chi kottejimiz. 3-chi kottejimizni birinchi etajidagi birinchi xonadonni sotib chiqdi, xudo xolasa. Hozir chiroyli qilib obzor qilib beramiz, narxlarni ham aytib o'tamiz obunachilar. Zo'r narxda bo'ladi, lekin xudo xolasa. Suv, svet, gazimdan muammosi yo'q, xudo xolasa. Uyimizda shundan kiraverishdi obunachilar. Bu yerda rakovina joylashgan. Bu yerda shekalari, g'olalari, kolod deb turibdi egalari. Yana o'zlaringiz telefon orqali to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi, xudo xohlasa. Mana kolod, mana gitadi. Bu yerimiz birinchi xonamiz. Ushbu xona me'morlar uchun obunachilar. Shundan keyin olingan, ko'rib turganingizdek. Bir qator xonasini o'zlari uchun remont qilib bersangiz bo'ladi. Atak remont ham yomon emas, sinchiqlar hechqanday yo'q xonadonimizda. Hozir 1x 05x da sayil burchada bo'lib turibdi. Shuni yurib boraversa xudo xolasa remont ham atak yomon emas obunachilar. Общий 110 kvadrat metr ekan bir. Orqa tomonda garajlar ham bor, unga ko'rsatib o'tamizlar. Bu yonimiz kichkinalar uchun spalni qilib bersangiz bo'ladi. Yurib turganlaringizning suv, svet, gazdan muammosi yo'q, rishotkalar o'rnatilgan. Uyimiz yashashga tayyor bo'lib turibdi obunachilar. Bu yonimizni yaradan olsak, bu yonimizni deriz desak ham bo'ladi. Bu yonimizda kattalar uchun spalni. Bu narsalar qalam, shkaflari, turmalari, ularni o'zlaringiz telefon orqali egalar bilan so'rashasiz. Xudo xolasa ekranda nomerlar oladi. Spalnilar ham o'zlaringiz so'rashasizlar, xudo xolasa egalari bilan. Bu yonimizda yana rishotkalar, hamma narsa o'rnatilgan, suv, svet, gazdan muammo yo'q obunachilar. Ushbu joyimiz narxini maksimalni sodalashdik. Egasi bilan videoning o'rtasida aytib o'tib ketishimiz. Sizlar narxini maksimalni sodalashgan holatda 400 million so'mga qo'yib beramiz. Ne deydi obunachilar? Yana ustunda kelishsak bo'ladi, xudo xohlasa. Kimga qiziq bo'lsa, shunda nomerlar bo'ladi. Men qo'limda ish qoldi. Bu yonimiz kuxni. Ko'rib turganlaringizning qalami, kamimi ular ham gaz plitalari. Bu yonda qalami, kamimi egasi bilan so'rashaverasizlar. Xudo xohlasa. Bu yonimiz banisi, polностью to'pli bo'lgan banilar obunachilar. Bu yonda kir mashinalari. Polностью yashashga tayyor uyimiz obunachilar. Suv, svet, gaz, muammosi yo'q. Kadastr, hujjatdan muammo yo'q. Bu uy egalari, xudo xohlasa. Hozir sizlarga garajni ham ko'rsatib o'taman obunachilar, xudo xohlasa. Sizlardan like bosmasdan like bilan so'rab qolamiz. Siz ketdik. Yonimiz garaj obunachilar. Arka tomonda yana ko'rib turganingizdek obunachilar, garaj joylashgan. Katta olingan garajlar ham ko'rishingiz mumkin. Beram polностью sovuqlardan chiqib turibdi, pishgan kerushdan bo'lgan. Mashinalarni arka tomondan qo'yib, o'zlaringiz xonadonda yashayverasizlar. Niyat qilaverasizlar, obuna qo'yishimiz obunachilar. Ekranda nomerlar oladi, xudo xohlasa bemalol egalarining aloqasiga chiqsangiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, obunachilar, ushbu joyimiz narxi yana bir bor aytib o'taman, 400 million so'm. Ustunda xudo xohlasa kelishsak bo'ladi, egalari bilan sodalashsangiz, ekrandagi nomer aloqasiga bo'ladi. Ushbu joyimizda yurtdoshlar barter bor. Nechik bo'ladi barter desangizlar, agarda sizlarda Urganch shahrida 2 xonali yoki 3 xonali domlaringiz bo'lgan bo'lsa, barter ham ishlaydilar, aloqasiga chiqsangiz, xudo xohlasa ekrandagi nomerlari. Yana bir narsa obunachilar, kimdan sotiladigan uy-joy bo'lsa, bemalol aloqasiga chiqsa bo'ladi. Bizlar chiroyli qilib reklama qilib tez va oson sotib beramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, bizlardan uzoqlashmanglar. Niyat qilgan bo'lsa, like-larni bosib, obuna bo'lib kuzataveramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.